Assalomu alaykum. Dilbar va zakovatli opa-singillarimiz tanlagan kasbida bir qator yutuqlarga erishib, o'z salomatliklari yo'lida sport bilan hamnafas bo'lishayotganliklari tahsinga loyiq. Biz bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universitetining maxsus pedagogika kafedrasida faoliyat ko'rsatayotgan dotsent, defektolog, surdopedagog Zulayho Husniddinova haqida hikoya qilamiz. Qahramonimiz 1990-yil 6-iyul kuni Toshkent viloyati Qibray tumanida tavallud topgan. U bolaligidan kitob o'qishga qiziqib ulg'aygan. Zulayho 2012-yilda Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetida defektologiya fakultetini tamomlagan. U Qibray tumanidagi 25-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi, Respublika ta'lim markazi, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kolleji kabi ko'plab tashkilotlarda faoliyatini olib bordi. 2020-yilda Zulayho Husniddinova o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshib, Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universitetiga topshirdi. 2023-yilda qahramonimiz mazkur universitetni tamomlab, magistr diplomiga ega bo'ldi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Zulayho Husniddinova defektologiya hamda ko'zi ojiz bolalar ta'lim tarbiyasi bo'yicha pedagogik mahoratini hozirgi kunda universitetda olib boryaptilar. Nimaga aynan shu sohani tanlagansiz? Avvalambor bu soha respublikamizda o'rganilmagan soha hisoblanadi va shu sohani kengroq ochish, o'rganish va shu sohada ilmiy tadqiqot ishini olib borish maqsadida shu yo'nalishni tanlaganman va hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishini yakunlab, ilmiy tadqiqot ishimiz bo'yicha amalga oshirgan ishlarimizni respublika miqyosida amaliyotga joriy etdik va bu sohaga qiziqishni ustozlarim avvalambor menga tatbiq etishgan va shu yo'nalishda keyinchalik o'z ish faoliyatini olib bordim. 10 yildan oshiq shu ko'zi ojiz bolalar bilan ishlaganman va shu bolalarni qanday qilib ijtimoiylashtirish, qanday qilib ularga yordam berish, ularni o'z sog'lom tengdoshlari bilan baravar hayot kechirishlarini yengillashtirish yo'llarini izlaganman. Mana shu ko'zi ojiz bolalar ta'limi bilan ishlash jarayonida amaliyotda nimalarga ahamiyat bergansiz? Ularni fe'l-atvori, mana ularning o'zini qiziqishlari bo'lishi mumkin. Ko'zi ojiz bolalarni dunyoqarashi o'zgacha haqiqatan ham va shuning uchun ham ularni birinchi o'rinda ular bilan ichki dunyosini o'rganishimiz kerak. Chunki ular borliqni ko'ra olishmaydi. Ularga his ettirish orqali, ya'ni ko'rish analizatorini biz eshit analizatori, hid bilish, ta'm bilish, teri tuyish analizatorlari bilan qoplash hisobiga ularni ta'lim tarbiya berib boramiz va shu jarayonda ularni his tuyg'ularini, ichki dunyolarini birinchi o'rinda o'rganishimiz kerak. Ular bilan agar siz aloqa o'rnatmasangiz, ular sizga borlig'ini ochib ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun ularga dars o'tishdan, ularga biror bir ma'lumot berishdan avval birinchi o'rinda o'zimizga o'rgatamiz va ularga biz o'rganamiz. Ana undan keyin, ya'ni qayta aloqa deyiladi. Qayta aloqa o'rnatib olingandan keyin biz keyingi bosqichdagi korreksion ishlarimizni, ta'lim tarbiya berish ishlarini davom ettiramiz. Birinchi o'rinda ularni ichki dunyosiga ahamiyat beraman. O'qituvchilik kasbida yo'nalishlar juda ko'p. Qahramonimiz tanlagan ko'zi ojizlar ta'lim sohasidagi orttirgan tajribasi yosh avlodga namuna bo'lib kelmoqda. Biz sentyabr oyida o'qishga kelganimizdan buyon ustozimiz xuddi onadek bo'lib qolganlar. Bizga tiflopedagogika, tiflopsixologiya, maxsus pedagogika va maxsus psixologiya fanlaridan darslarni, o'z bilimlarini berib kelganlar. Dars jarayonida har bir savolimizga to'liq va aniq javob beradilar. O'qituvchimiz bizga faqatgina dars jarayonlarida emas, balki darsdan tashqari vaqtlarda ham o'z maslahatlarini beradilar. Men Zulayho Husniddinova ustozimizdan juda ham ko'p narsalarni o'rgandim va men kelajakda defektologiya sohasi, tiflopedagogika yo'nalishi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishmoqchiman.
ustozimiz Zulayho Husniddinova nafaqat xushchaqchaq odamlar, balki o'z yordamlarini hech qachon ayamaydilar va ulardan qandaydir savollar albatta javobini olamiz. Biz ustozimizdan nafaqat bilimlarni, balki dars metodikalarini ham o'tdik. Ular bizga aniq va lo'nda tushuntirib berardilar. Amaliyotda qanday qiyinchiliklar, qanday bilimlar kerakligini va bolalar bilan qanday ishlash kerakligini ham bizga o'rgatdilar. Mana hozirgi kunda ushbu sohaga kirib kelayotgan yoshlarga, umuman mana shu bo'lajak pedagoglarga o'z tavsiyalaringizni aytsangiz. Tavsiyalarim birinchi o'rinda yaxshi o'qish kerak, intilish kerak, yangilik sari har kuni intilish kerak. Bir kunda bitta bo'lsa ham yangi ma'lumotni o'rganish bu insonni kelajakdagi muvaffaqiyati uchun katta zamin yaratadi. Men faqatgina bo'lajak psixopedagoglarga yoki bo'lmasa maxsus pedagoglarga shu narsani aytardimki, bir kunda bo'lsa ham aynan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar uchun qanday yordam bera olish tizimi bo'yicha yangilik, bitta dona bo'lsa ham yangilikni o'rganib borsa, ular kelajakda katta o'z sohasini yetuk va ilg'or pedagoglaridan bo'lib yetishishadi. Irodasi kuchli, sabrli, zakovatli, hayotni sevuvchi ayollar doim izlanadilar va atrofdagilarga motivatsiya berib, jamiyatda o'z o'rnini topadilar. Qahramonimiz ham pozitiv fikrlari va pedagogik mahorati bilan hamkasblari mehrini qozona olgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. O'qituvchi kasbi o'ta og'ir kasb. Aynan mana bu maxsus pedagogik yo'nalishi, ta'limga ehtiyojli bolalar bilan ishlash bu alohida mehnat, katta yurak talab qiladigan kasb. Mana shu kasb egalaridan bittasi Zulayxoni mana magistratura ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgandan beri, bakalavr yo'nalishida o'qib yurgandan beri bilamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu o'zini harakati bilan, o'zini mehnati bilan, shu bolalarga bo'lgan muhabbati, ularga bo'lgan e'tibori, yondashuvi bu butunlay o'zgacha. Biz maxsus pedagogika yo'nalishi bu respublikamizda yetakchi ustuvor yo'nalishlardan bittasi. Mana hozir inklyuziv ta'limga katta e'tibor berilyapti. Mana shu yo'nalishda xususan Chirchiq davlat pedagogika universitetidagi o'sha tiflo pedagogika, ko'zi ojizlar bilan ishlash yo'nalishi, mana shu yo'nalishda ular tashkil qilgan to'garaklar bor. Bolalar bilan ishlaydigan ovozsiz dunyo deydi. Mendan keyin 1000 qadam ko'rsatuv bor. Turli volontyorlik guruhlari bor. Bularning hammasida mana shu qizimiz yetakchi va o'zini tashabbusi bilan boshqa o'qituvchilardan ajralib turadi. Ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Zulayho Husniddinovaning qadrli hamkasbi, pedagogika fakultetining yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari Dilafruz Ismoilovadir. Dilafruz, mana shu hamkasbingiz Zulayhoning tabiatan qanday xarakterga ega? Zulayho haqida gapiradigan bo'lsak, Zulayho tabiatan juda ham ochiq ko'ngil, quvnoq va tarbiyali qiz. Biz uni talabalar orasidagi o'rnak bo'la oladigan jihatlarini aytib o'tsak bo'ladi. U mehribon ayol, mehribon ona, talabalarga sevimli ustoz bo'la olgan. Qolaversa, ijodkorligida ham o'zini hissasini qo'sha olgan ustozlarimizdan. Zulayho sport sohasida ham juda ham faol. Ayniqsa fakultetimizda olib boriladigan sport musobaqalari ayollar o'rtasida yoki bo'lmasa pedagogik jamoalar o'rtasida olib boriladigan voleybol sport musobaqalarida juda ham faolligini ko'rishimiz mumkin va har doim o'rin olmasdan qo'ymaydi. Bundan tashqari doimo sport bilan shug'ullanib, o'zini salomatligini tiklashda ham juda ham faolligini ko'rganmiz.
hayotda inson vafoli do'stga ega bo'lishi ham tabiatning in'omi hisoblanadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Zulayho Husniddinovaning 17 yillik dugonasi Nigora Egamberdiyeva ham ko'p yillar davomida mana do'stlashib birga yana faoliyat yurityapsizlar. Do'stlikning siri nimada? Do'stlikning siri hamma do'stlar orasida har xil sirlar bo'lishi mumkin. Biz avvalambor o'sha bakalavriat yo'nalishiga hujjat topshirganimizda kirganimizda o'sha Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga kirganimizda birinchi kun bilasiz hali hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi, yangi joy, bir mo'ljal olishingiz qiyin bo'ladi. Hech kimni bilmaysiz. Hech kimni bilmaysiz. O'shanda ustozlardan men 104-gruppaga qabul qilinibman. Guruhimni qayerdan topsam bo'ladi desam, hozir bitta qiz so'rovdi. U mana turgan qiz shu u ham 104-gruppadan ekan. Shu qizni oldida turib turing, o'sha yerda yig'ilasizlar degan. Hozir oramizda shunaqa hazil bor. Sizni tosh oynani tagidan topganman deyman, chunki Zulayho o'sha paytda katta ko'zguni tagida turgan bo'lgan. Bakalavriatda birga o'qidik, keyin orada birga ishladik. 8-sonli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida birga logoped lavozimida ishladik. Undan keyin mana magistraturaga kirdik. Unda ham bir qiziq voqea bo'ldiki, magistraturaga hujjat topshirganimizni men ham aytmaganman, u ham aytmagan. Chunki 2 yil yiqilganmizda biz. Anaqa, yana yiqilib qolsa edi, qo'rquv bo'ladi. Aytmaganmiz, imtihonga kelganda bir-birimizni ko'rganmiz. Sen ham topshirganmiding, sen ham topshirganmiding deb. Keyin mana magistratura yo'nalishlarida o'qidik va ustozlarimizni ko'ziga ko'rindikmi, yaxshi o'qiganimiz, qiziqishimiz, intiluvchanligimiz o'zimizni shu Chirchiq davlat pedagogika universiteti ishga olib qolishdi. Hozir mana 2 yildan beri birga ishlaymiz, faoliyat ko'rsatamiz yana. Butun hayot yo'limiz birga bog'liq bo'ldi. Siri nimada? Endi do'stlikni o'zi sir asrori bo'lmaydi-yu, lekin men shunaqa deb o'ylayman. Bizni ota-onamiz boshqa opa-singil bo'lsak kerak. Chunki o'ylashimiz bir xil, dunyo qarashimiz bir xil, insonlarga munosabatimiz bir xil, hatto didimiz ham bir xil. Ko'plab talabalarga dars berasiz, ham nazariy, ham amaliy jihatdan ularga ko'proq yangiliklar yetkazishga harakat qilasiz. Mana shu charchog'ingizni qanday chiqarasiz? O'zingiz yaxshi ko'rgan ish faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, aslida charchoq sezilmaydi. Lekin ba'zi paytlarda bo'ladi har xil holatlar. Shunaqa paytlarda yo kitob o'qiyman, yoki bo'lmasa musiqa eshitaman va meni eng yaxshi charchog'imni chiqazadigan holat yoki bo'lmasam vaziyat bu bolam bilan vaqt o'tkazish. Hamma charchog'imni ham, chekkan mashaqqatlarimni ham o'g'lim bilan kechirgan vaqtlarimda hammasi unutib bo'lib ketadi va yana o'g'lim bilan o'tkazgan vaqtlarimda, o'ynayotganimda yoki unga dars qildirish jarayonida yangi maqsadlarni yoki bo'lmasa biror bir ishni amalga oshirishni rejalashtirgan bo'laman, lekin uni ish tizimini hali bilmayman. O'sha jarayonda o'g'lim bilan bo'lgan jarayonimda tez esimga tushadi yoki bo'lmasam o'sha muammoni yechimini tez chiqib ketaman. Zulayho, mana siz yaqinda PhD doktoranturasi bo'yicha ilmiy ish yoqladingiz. Ilmiy ishingiz mavzusi nima edi? Ko'zi ojiz bolalar bilan olib boriladigan korreksion pedagogik ishlarni klaster mexanizmlari nomli tadqiqot ishini olib bordik. Ko'rishi nuqson bo'lgan bolalar bilan shug'ullanadigan soha tiflopedagogika deyiladi va bu respublikamizda birinchi bo'lib bizning universitetimizda Chirchiq davlat pedagogika universitetida ochildi. Universitetimiz rahbari tomonidan bu qo'llab-quvvatlandi hamda 2022-yildan beri tiflopedagogika yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda 100 dan ortiq talabalar tahsil olib kelishmoqda. Ko'zi ojizlar ta'limi bilan boshqa mana shu imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda farqi nimada? Boshqa alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalardan ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalarning farqi ularni vizual yetishmovchiligida. Masalan, dunyodagi barliq atrofimizdan o'rab turgan har bitta predmet deymizmi yoki bo'lmasam jihoz deymizmi yoki shu gulmi, har bitta narsa haqida, predmet haqida biz ko'rishimiz, ya'ni ko'rish analizatori orqali, ya'ni 90%, 80% ma'lumotlarni biz ko'z analizatori orqali qabul qilamiz. Bizni obyektimizdagi, bizni toifamizdagi bolalarda, ya'ni ko'rish nuqson bo'lgan bolalarda bu analizator yetishmovchiligi bor. Shuning uchun
uchun judayam ular bilan ishlash qiyin. Ularga biror bir predmet haqida ma'lumot berish uchun uni ipidan ignasigacha alohida sinchkovlik bilan o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Eng katta qiyinchilik tug'diradigan maxsus pedagogikada aynan shu toifadagi o'quvchilar hisoblanishadi. Demak, ham bilim va sabr kerak. Albatta bunda sabr juda ham katta talab etiladi psixopedagogdan. Chunki biror bir o'quvchiga misol uchun eshitishi nuqsoni bo'lgan o'quvchiga ruchka haqida ma'lumot berish uchun unga ko'rsatamiz va uni ruchka ekanligini, uni maqsadi yozish ekanligini aytamiz. Xolos, misol uchun imo ishorada yoki bo'lmasa daktilemada ko'rsatib bersak, uni kifoya eshitish nuqsoni bo'lgan bolaga. Lekin ko'rish nuqsoni bo'lgan bolaga esa uni vazifasi nima ekanligini hattoki bajarib ko'rsatib, uni amalda qildirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam uni qaysi rangda ekanligi, uni turishi, ko'rinishi, turi haqida to'liq ma'lumot berishimiz kerak. Juda ham so'z boyligiga ega bo'lgan ustozlar sabr bilan ishlashi kerak bo'ladi. Hamkasblaringiz sizni sportda faol ekanligingizni ta'kidlab o'tishdi. Mana shu siz o'zingiz bo'sh vaqtingizda qaysi sport turlari bilan shug'ullanasiz? Ko'proq aqliy faoliyatni charxlaydigan shashkaga qiziqaman. Shashka ko'proq o'ynab turaman va o'zimni salomatligimni saqlash uchun, sog'lom turmush tarzini kechirish uchun fitnes bilan shug'ullanaman. Unda gap isboti bilan bo'lish uchun biz sizni hozir sport zalga taklif qilamiz va mana shu tomoshabinlarimizga fitnes mashqlarini bajarib bersangiz. Marhamat, yuringlar. Sport salomatlik garovidir. Ana shunday hayotiy haqiqatga amal qilayotgan dilbar va latofatli opa-singillarimiz kun davomida sog'lom turmush tarziga rioya qilsa, natija albatta yuqori bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Zulayho Husniddinova ham o'z salomatligiga befarq emas. Zulayxoxon, mana hozir biz ko'rdik, fitnes mashqlarini bajardingiz. Sportda faqatgina o'zimizni, qad-qomatimizni yaxshilash uchun emas, balkim qon aylanish sistemasini, qancha organizmimizda ko'p qon aylansa, kislorod aylanishi yaxshi bo'ladi va miyamizdagi fikrlarimiz ham charxlanadi. Organizmimizda qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin o'zimizni ham tetik, ham xushchaqchaq, ham o'zimizni boshqalarga nisbatan energiyamizni baxsh etishni boshlaymiz va boshqa insonlarga nisbatan bo'lgan his-tuyg'ularimizni yoki qarashlarimizni ham o'zgartirib borishimiz mumkin. Sport bilan shug'ullanish natijasida juda ham yaxshi kayfiyatga ega bo'laman va shu kayfiyatimni boshqalarga ham ulashishni xohlayman. Millionlab teletomoshabinlarimiz tomosha qilishyapti. Mana shu munis onaxonlarimizga, latofatli opa-singillarimizga o'zingizni sportdagi tavsiyangizni bersangiz. Ayollar o'zini yaxshi ko'rishi kerak. Yaxshi ko'rgan inson o'ziga vaqt ajratadi va o'zining salomatligini o'ylaydi. Sport bilan shug'ullangan insonda negativ fikrlar bo'lmaydi. Faqatgina ijobiy fikrlar va dunyoqarashi kengaygan va energiyaga boy bo'lgan ayol bo'ladi va o'zimizni atrofimizdagi ayollarga, hozir bizni tomosha qilib turgan ayollarga sport bilan shug'ullanishni, o'zlariga alohida vaqt ajratishlarini maslahat bergan bo'lardim. Rahmat, juda ham chiroyli tavsiya bo'ldi. Albatta, teletomoshabinlar, hurmatli opa-singillarimiz, hozirning o'zida sport bilan shug'ullaning. Hech bo'lmasa zalga bormasangiz ham, uy sharoitida bo'lsa ham o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Albatta, sport bu sizga go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi.
Shubhasizki, har bir ayol xonadonga kelganda oshxona malikasi bo'lishga intiladi. Mehr bilan tayyorlangan har qanday taom yaqinlarimizga xush kayfiyat ulashadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Zulayho Husniddinova ham o'z taomnomasiga ega. Ko'rsatuvimiz teletomoshabinlariga qanday taomni tayyorlab bermoqchisiz? Bugun biz juda ham foydali bo'lgan mahsulotlardan kokteyl tayyorlaymiz. Chunki bu hozirgi havoda issiq tushgan, issiq boshlanganligi sababli tanamiz ham suvsizlanadi, o'ziga oziqa talab eta boshlaydi va shuning uchun hozir tayyor bo'lgan shirin shaftoli va eng vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotimiz tvorogdan, sutdan bugun kokteyl tayyorlaymiz. Bu nafaqat kattalarga, bu bolajonlarga ham juda ham foydali bo'lganligi uchun uyda ham ko'p tayyorlayman bu kokteylni. O'zim o'g'lim ham juda ham ko'p iste'mol qiladi va qayta so'raydi. Shuning uchun bugun hammaga shu kokteyl bilan ulashishni niyat qildim. Yaxshi, unda jarayonni boshlasak ham bo'ladi. Birinchi nimaga o'tamiz? Birinchi bo'lib shaftolini danaklaridan ajratib ikkiga bo'lib olamiz. Buni unchalik maydalash shart emas, chunki yirik bo'lak bo'lib tursa, mazasi juda ham bilinadi va o'zining vitaminlarini, minerallarini yo'qotib qo'ymaydi. Tvorogimiz tayyor holatda va sutimiz tayyor. Mana sut bilan birgalikda hozir blenderdan uzog'i bilan 3 daqiqa aylantiramiz va bizning mahsulotimiz tayyor bo'ladi. Marhamat. Mana shu hozir tayyorlanadigan kokteylga qancha grammda masalliq ketadi? Demak 200 gramm tvorog bo'ldi. Mevalarimiz esa tabga ko'ra bo'ladi. Bu shaftolining o'rniga boshqa mevalardan ham yoki bo'lmasam buni o'rniga bananlardan yoki bo'lmasa bolajonlar yoki o'zimiz qanaqa mevani xohlasak shuni qo'shishimiz mumkin. Yoki buni o'rniga multifrukt qilib ikkita mevani, 3 ta mevani qo'shadigan bo'lsak juda ham mazali chiqadi. Lekin maslahat beraman kivini qo'shmaslikni, chunki sut mahsuloti bilan kivi unchalik chiqishmaydi, qorinda ozgina og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ko'rsatuvimiz mobaynida kokteyl tayyorlashadi. Umuman kokteyl tayyorlaganda mana shu elektr jihozlardan foydalanganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Birinchi o'rinda texnika xavfsizligi, buni texnik jihatdan sozligini tekshirib olishimiz kerak, chunki bu inson hayoti uchun xavf tug'diradigan birinchi narsa va har doim ozoda saqlashimiz kerak. Bu chunki uzoq yil xizmat qilish uchun ham bizga kerak bo'ladi. Chunki uzoq muddatda kir bo'lib yoki bo'lmasam ichida narsalar qolib ketadigan bo'lsa, bu bakteriya yig'adi va keyingi mahsulot tayyorlaganimizda bolada yoki bo'lmasa o'zimizda disbakteriozni keltirib chiqarishi mumkin. Zulayho, mana shu o'zingiz uyda bo'lgan paytingiz farzandingizga va oila a'zolaringizga ko'proq qanday taomlarni tayyorlashni yaxshi ko'rasiz? Albatta, uyimda ota-onam yoshlar katta bo'lganligi uchun suyuq taomlarni tayyorlayman va ko'proq oila a'zolarim oshni yaxshi ko'rishadi, shuning uchun ko'proq oshni tayyorlaymiz. Juda ham parhezbop. Shakar qo'shmadingiz? Yo'q, shakar qo'shmadim, chunki shaftolining shirasi o'zi yetarli bo'ladi. Mana hozir kokteyllar tayyor bo'ldi, lekin qoyil qoldim, ko'rinishi bananga o'xshab ketar ekan. Albatta. Bu rangi ham bananga o'xshaydi, lekin ta'mi xuddi shaftolini o'zini yeganingizdek bo'lasiz. Tvorog ozgina ta'm beradi xolos. Marhamat, tatib ko'rishingiz mumkin. Rahmat, o'zingizdan bo'lsa yoqimli ishtaha. Rahmat. Juda ham mazali va xushtam bo'libdi. Sizga mana shunday ayollik latofati, nazokati sizni aslo tark etmasin. Doim hamkasblaringiz va hammani oldida hurmatingiz baland bo'lib yursin. Rahmat kattakon. E'tiboringiz uchun rahmat. Sport telekanal jamoasiga muvaffaqiyat tilayman va olg'a.
Ko'rsatuvimiz yakunida zukko va idrokli bo'lgan qahramonimiz Zulayho Husniddinova kabi pedagoglar mahorati yosh avlod tarbiyasida namuna bo'lishiga tilakdoshmiz. Xayr, salomat bo'ling.